Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2020 yildan 2024 yilgacha pensiyalar indeksatsiya natijasida aslida qanchaga oshdi? Real summalarda odam qo'liga qancha ko'proq pul ola boshladi? Va eng muhimi, bu oshish hamma uchun bir xil bo'ldimi? Yoki kimlargadir kamroq, kimlargadir ko'proq ta'sir qildimi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Ota-onangiz pensiya olsa, o'zingiz pensiyaga yaqinlashgan bo'lsangiz ham, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsangiz, bugungi video siz uchun juda kerak. Chunki ko'pchilik pensiya oshdi degan xabarni eshitadi, lekin amalda hisob-kitob qanday bo'lganini, eski summa bilan yangi summa orasidagi farqni va qayerda xato bo'lishi mumkinligini bilmaydi. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Men bu yerda oddiy odam tushunadigan tilda, lekin ekspert darajasida aniq misollar bilan tushuntiraman. Avvalo, indeksatsiya deganda nimani tushunamiz? Juda oddiy qilib aytsam, indeksatsiya bu pensiya va nafaqalarni ma'lum foizga oshirishdir. Davlat buni odatda narxlar oshishi, inflyatsiya, minimal iste'mol xarajatlari, ish haqi va budjet imkoniyatlarini hisobga olib amalga oshiradi. Ya'ni non, yog', go'sht, dori-darmon, kommunal to'lovlar. Transport narxi oshganda pensiya oluvchi odamning daromadi ham butunlay o'sha eski darajada qolib ketmasligi kerak. Lekin bu yerda bir nozik jihat bor. Odamlar ko'pincha pensiya 10% oshdi degan gapni eshitib, hamma bir xil miqdorda pul qo'shib oladi deb o'ylaydi. Aslida unday emas. 10% oshish degani kimning pensiyasi 1 million so'm bo'lsa, unga 1 ming so'm qo'shiladi. Kimning pensiyasi 2 million so'm bo'lsa, unga 200 ming so'm qo'shiladi. Kim eng kam pensiya olayotgan bo'lsa, uning oshishi eng kam pensiya miqdori bo'yicha alohida ko'riladi. 2020-2024 yillarda pensiyalar bir necha marta oshirildi. Muhim davrlarni oddiy ketma-ketlikda olaylik. 2020 yilda pensiyalar taxminan 10% ga oshirildi. 2020 yilda yana 10% atrofida oshirildi. 2022 yilda 12% ga oshirish bo'ldi. 2023 yilda 2 marta, avval 7%, keyin yana 7% miqdorida oshirish bo'ldi. 2024 yilda esa pensiyalar 25% ga oshirilgani pensiya oluvchilar uchun eng sezilarli bosqichlardan biri bo'ldi. Endi eng muhim joyi. Bu foizlarni oddiy qo'shib chiqish mumkin emas. Masalan, 10+10+10+7+7+10 desak, olim 1% chiqadi. Lekin haqiqiy hisob bunday qilinmaydi. Chunki har bir keyingi oshirish oldingi oshirilgan summaga nisbatan hisoblanadi. Bu compound, ya'ni ustma-ust oshish deyiladi. Shuning uchun 2020 yildagi 1 million so'mlik pensiya 2024 yil oxiriga kelib 1 million 120 ming emas, balki taxminan 1 million 780 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Mana shu farqni ko'pchilik tushunmaydi. Keling, birinchi misolni olaylik. Faraz qilaylik, 2020 yil boshida bir pensioner 1 million so'm pensiya olayotgan edi. 2020 yilda 10% oshirilsa, uning pensiyasi 1 million 100 ming so'm bo'ladi. Bu yerda qo'shimcha 100 ming so'm. 2021 yilda yana 10% oshirilsa, endi 10% eski 1 milliondan emas, 1 million 100 ming so'mdan hisoblanadi. 1 million 100 mingning 10%i 5 ming. Demak, pensiya 1 million 200 ming so'm bo'ladi. 2020 yilda 12% oshirilsa, 1 million 200 mingning 12%i 1,5200 so'm bo'ladi. Yangi summa 1 million 355 ming 200 so'mga yetadi. 2023 yilda birinchi 7% oshish bo'lsa, 1 million 352 ming 200 so'mning 7%i 94 ming 864 so'm bo'ladi. Pensiya 1 million 1604 so'm bo'ladi. 2023 yilning keyingi oshirilishida yana 7% qo'shilsa, bu safar 7% 1 million 1604 so'mdan olinadi. Bu taxminan 1 ming 505 so'm bo'ladi. Yangi pensiya 1 million 509 so'm atrofida bo'ladi. 2024 yilda 15% oshirilsa, 1 million 71 ming 569 so'mning 25%i 232 ming 735 so'm bo'ladi. Natijada pensiya 1 million 784 ming 304 so'm atrofida chiqadi. Demak, 2020 yil boshida 1 million so'm pensiya olgan odam 2024 yil oxiriga kelib taxminan 1 million 784 ming so'm olishi mumkin. Bu yerda real o'sish 784 ming so'm. Foizda esa taxminan 784%. Endi ikkinchi misol. Bir onaxon 2020 yilda 700 ming so'm pensiya olgan bo'lsin. Shu indeksatsiyalar qo'llansa
2024 yiliga kelib uning pensiyasi 700 mingni 764 ga ko'paytirgandek bo'ladi. Natija taxminan 1 million 249 ming so'm. Ya'ni qo'shimcha o'sish 549 ming so'm atrofida. Uchinchi misol. Bir o'tag'in 2020 yilda 1 million 500 ming so'm pensiya olgan bo'lsin. 2024 yilga kelib bu summa taxminan 2 million 676 ming so'mga yaqinlashadi. Qo'shimcha o'sish 1 million 176 ming so'm atrofida bo'ladi. Mana shu yerda odamlar orasida farq ko'rinadi. Foiz bir xil bo'lsa ham pul ko'rinishida ko'proq pensiya oluvchi ko'proq qo'shimcha oladi. 4-misol. 2020 yilda 2 million so'm pensiya olgan sobiq mutaxassis, masalan, uzoq yillar zavodda, maktabda, shifoxonada yoki davlat tashkilotida ishlagan odamni olaylik. Unga ham xuddi shu foizlar ta'sir qiladi. 2 million so'm 2024 yilga borib 3 million 560 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu odamning pensiyasi qariyb 1 million 560 ming so'mga oshgan bo'ladi. Lekin men bu yerda bitta muhim ogohlantirishni aytaman. Har bir odamning pensiya summasi faqat indeksatsiyadan iborat emas. Ayrimlarda qayta hisoblash bo'lgan bo'lishi mumkin. Kimdir qo'shimcha ish staji hujjatini topshirgan. Kimdir ish haqidagi arxiv ma'lumotnomasini olib kelgan. Kimdir nogironlik guruhi bo'yicha boshqa turdagi to'lovga o'tgan. Kimdir ustama oladi. Shuning uchun men aytayotgan hisob oddiy indeksatsiya ta'sirini tushuntirish uchun keltirilgan model hisoblanadi. Endi savol: kimlar o'z pensiyasini albatta tekshirtirishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasi eng kam pensiya atrofida yurganlar tekshirtirishi kerak. Chunki eng kam pensiya miqdori, bazaviy hisoblash miqdorlari, ayrim nafaqa turlari va kompensatsiyalar alohida tartibda o'zgarishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz juda past bo'lsa, sizga umumiy foizli indeksatsiyadan tashqari eng kam miqdorga yetkazish bo'yicha qo'shimcha ta'sir bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchi guruh 1990 yillar. 2000 yillar boshida ishlagan, lekin ish staji to'liq kiritilmagan odamlar. Masalan, odam 35 yil ishlaganman deydi, lekin pensiya hisobida 27 yil ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Nega? Chunki mehnat daftarchasida muhr noto'g'ri bosilgan, korxona nomi o'zgargan, arxiv hujjat topilmagan, ish haqi vedomoslari saqlanmagan yoki elektron bazaga ma'lumot to'liq tushmagan. Bunday holatda indeksatsiya faqat mavjud hisoblangan pensiyaga qo'llanadi. Agar asosiy pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, keyingi o'shishlar ham noto'g'ri bazadan hisoblanadi. Uchinchi guruh zararli, og'ir yoki imtiyozli sharoitda ishlaganlar. Masalan, shaxtada, kimyo ishlab chiqarishda, issiq sexlarda, tibbiyotning ayrim yo'nalishlarida, pedagogik va boshqa imtiyozli sohalarda uzoq ishlaganlar. Bunday odamlar ba'zan o'z huquqini bilmaydi. Indeksatsiya pensiyani oshiradi. Lekin sizning pensiyangiz aslida boshidanoq yuqoriroq bo'lishi kerak bo'lgan bo'lsa, faqat indeksatsiyaga qarab o'tirish to'g'ri emas. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu yerda to'lov miqdori oila a'zolari soni, marhumning ish staji va ish haqi, bolalarning yoshi, o'qish holati kabi omillarga bog'liq bo'ladi. Agar bola kunduzgi bo'limda o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, hujjatlarni vaqtida yangilash kerak bo'ladi. Aks holda to'lov to'xtab qolishi yoki kamayishi mumkin. 5-guruh. Nogironlik pensiyasi va nafaqasi oladiganlar. Nogironlik guruhi tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qarori muddatli yoki muddatsiz belgilanganlik holati parvarish bo'yicha ustamalar bo'lishi mumkin. Bu yerda ham indeksatsiya umumiy summa ustiga qo'llanishi mumkin. Lekin hujjat muddati o'tib ketgan bo'lsa, odam o'z vaqtida murojaat qilmasa, to'lovda uzilish bo'lishi ehtimoli bor. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, bank kartangizga yoki naqd shaklda to'lovlar kechikmasdan tushayotgan bo'lsa, oxirgi oshirishlardan keyin summa rasmiy e'lon qilingan foizlarga mos ravishda ko'tarilgan bo'lsa, mehnat stajingiz va hujjatlaringiz oldin tekshirilgan bo'lsa, unda vahima qilish shart emas. Lekin baribir yilga kamida bir marta pensiya ishidan ko'chirma olib, undagi staj, ish haqi va to'lov turini tekshirib qo'yish foydali. Birinchi nozik jihat: indeksatsiya va qayta hisoblash bir xil narsa emas. Indeksatsiya davlat tomonidan umumiy oshirish. Qayta hisoblash esa sizning shaxsiy hujjatlaringiz, ish stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz yoki huquqiy maqomingiz o'zgarganda amalga oshadi. Masalan, siz 2024 yilda arxivdan 1995-2000 yillardagi ish haqingiz haqida ma'lumot topib keldingiz. Agar bu ma'lumot pensiyangizga ta'sir qilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu indeksatsiyadan alohida jarayon.
Ikkinchi nozik jihat, hamma oshirilgan pulni bir kunda sezmaydi. Ayrim paytlarda farmon chiqqan sana, amalda qo'llanadigan sana va to'lov keladigan sana orasida farq bo'ladi. Masalan, oshirish 1 sentabrdan belgilangan bo'lsa, kimdir sentabr pensiyasida yangi summani ko'radi. Kimdir to'lov grafikiga qarab keyingi to'lovda farqni oladi. Agar bir oyda eski summa tushsa, darrov meni aldashdi deb xulosa qilish kerak emas. Avval to'lov davri va qayta hisoblash muddatini aniqlash lozim. Uchinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lovlar asosiy pensiyadan farq qilishi mumkin. Ba'zi odamlar pensiya bilan birga kompensatsiya, ustama parvarish puli yoki boshqa ijtimoiy to'lov oladi. Indeksatsiya hamma komponentga bir xil ta'sir qilmasligi mumkin. Shuning uchun siz faqat umumiy kartaga tushgan summani emas, uning tarkibini bilishingiz kerak. Asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya qancha, qarzdorlik yoki ushlab qolish bormi? Mana shu savollarga javob bo'lsa, tushunmovchilik kamayadi. 4-nozik jihat, ijro hujjatlari bo'yicha ushlab qolishlar. Agar pensionerning aliment, kredit, jarima yoki sud qarori bo'yicha qarzi bo'lsa, pensiyadan ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Shunda odam pensiya oshmadi deb o'ylaydi, aslida esa pensiya oshgan. Lekin qo'liga tegayotgan pul ushlab qolish sababli kamroq ko'rinadi. Buni bilish uchun bankdan tushum tarixini, pensiya jamg'armasidan hisob varaqasini va majburiy ijro byurosi bo'yicha ma'lumotni tekshirish kerak. 5-nozik jihat, bank kartasi, naqd to'lov va ishonchnoma masalasi. Ayrim yoshi katta odamlarning pensiyasini farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan oladi. Bunday holatda pensionerning o'zi real qancha pul tushayotganini bilmasligi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Onaxon menga 800 ming berishyapti deydi. Tekshirilsa, kartaga 1 million 200 ming tushayotgan bo'ladi. Shuning uchun pensionerlar o'z SMS xabarnomasini yoqtirib qo'yishi, bank ilovasini farzandlari bilan birga tekshirishi yoki har oy kvitansiya so'rashi kerak. 6-nozik jihat, real o'sish va nominal o'sish farqi. Nominal o'sish degani pul miqdori oshdi. Masalan, 1 million so'm, 1 million 784 ming so'm bo'ldi. Real o'sish esa narxlar o'sishidan hisobga oladi. Agar shu davrda oziq-ovqat, dori, kommunal xizmatlar 6-7% ga qimmatlashgan bo'lsa, pensiya 7-8% ga oshgani qog'ozda katta ko'rinadi. Lekin odamning yashash darajasida bu unchalik katta yengillik bermasligi mumkin. Ayniqsa, dori-darmon ko'p ishlatadigan, ijarada yashaydigan yoki nogironligi bor odam parvarish qilinadigan oilalarda pensiya oshishi tezda xarajatlar ichida erib ketadi. 7-nozik jihat, eng kam pensiya bilan o'rtacha pensiya bir xil emas. Rasmiy xabarlarda ko'pincha pensiyalar oshirildi deyiladi. Lekin siz o'zingizning turdagi pensiyangizga qarashingiz kerak. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, bolalikdan nogironlik nafaqasi yoki kam ta'minlangan oilalarga to'lovlar turlicha tartibga ega. Shuning uchun qo'shningiznikiga qarab o'zingiznikini baholamang. Qo'shningiz 1 million 500 ming olsa, siz 1 million 1 ming olsangiz, bu har doim xato degani emas. Balki uning staji ko'proq, ish haqi bazasi yuqoriroq yoki ustamasi bor. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz o'z pensiyangiz to'g'ri oshirilganini tekshirmoqchi bo'lsangiz, birinchi qadam 2020 yildagi yoki pensiyaga chiqqan paytingizdagi boshlang'ich summani aniqlang. Buning uchun eski bank SMS'lari, plastik karta tushumlari, pensiya daftarchasi, pochta kvitansiyasi yoki pensiya jamg'armasidan olingan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, hozirgi asosiy pensiya summasini biling. Faqat kartaga tushgan umumiy pulni emas. Aynan asosiy pensiya qancha ekanini so'rang. Chunki kartaga bir nechta to'lov birga tushishi mumkin. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga borib, menga pensiya ishim bo'yicha to'lov tarkibi va hisob-kitob ko'chirmasini bering deb murojaat qiling. 3-qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Sizga pasport yoki ID karta, JSSHIR, pensiya guvohnomasi bo'lsa u, mehnat daftarchasi, harbiy xizmat hujjatlari, diplom, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi haqidagi arxiv ma'lumotnomalari kerak bo'lishi mumkin. Ayollar uchun dekret davri, bolani parvarish qilish davri, ayrim hollarda o'qish davri yoki boshqa ijtimoiy muhim davrlar hisobga olinishi mumkinligi bo'yicha alohida maslahat olish zarur. 4-qadam, agar staj yetishmayotgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Eski korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Tuman arxivi, viloyat arxivi yoki tashkilotning huquqiy vorisi orqali ma'lumotnoma olish mumkin.
arizada ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, korxona nomini taxminiy bo'lim yoki sex nomini yozing. Masalan, men 1994 yil mart oyidan 2001 yil iyun oyigacha falon korxonada hisobchi bo'lib ishlaganman. Ish stajim va ish haqim bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman deb yoziladi. 5-qadam, pensiya jamg'armasiga yozma ariza bering. Og'zaki so'rash yetarli emas. Arizada shunday yozish mumkin: mening pensiyam 2000-2024 yillardagi indeksatsiyalar bo'yicha to'g'ri qayta hisoblanganini tekshirib berishingizni, pensiya miqdorining tarkibi ish staji, hisobga olingan ish haqi va qo'llangan oshirish foizlari bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada qiling. Bir nusxasini topshiring. Ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana va kirim raqamini qo'ydirib oling. 6-qadam, agar javob sizni qoniqtirmasa, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi, keyin viloyat boshqarmasi. Undan keyin markaziy organ yoki may tok uz orqali elektron murojaat qilish mumkin. Elektron murojaatda hujjatlarni skaner yoki rasm qilib ilova qiling. Murojaat aniq bo'lishi kerak. Pensiyam kam deb yozish yetarli emas. Men 2020 yilda 20 million so'm olganman. 2024 yilda indeksatsiyadan keyin taxminan 20 million 7,4 ming so'm bo'lishi kerak deb hisoblayman. Lekin menga 20 million 2 ming tushmoqda. Farq nimadan iboratligini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozsangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 7-qadam, kartangizdagi tushumlarni tekshiring. Bankdan oxirgi 12 oy bo'yicha ko'chirma oling. Ba'zan pensioner bir oyda 2 marta tushgan farqni sezmay qoladi yoki aksincha, bir martalik kompensatsiyani doimiy o'sish deb o'ylaydi. Bank ko'chirmasi hammasini aniq ko'rsatadi. 8-qadam. Agar pensionerning o'zi yurishga qiynalsa, yaqin qarindoshlar yordam bersin. Lekin pensionerning roziligi va hujjatlari bilan ish qilsin. Ishonchnoma bo'lsa, undan noto'g'ri foydalanilmasin. Men doim aytaman. Pensiya bu pensionerning shaxsiy daromadi. Farzand yordam berishi mumkin, lekin pul qayerdan kelayotgani, qancha tushayotgani va qanday sarflanayotgani pensionerga tushunarli bo'lishi kerak. Yana bir amaliy misol keltiraman. Bir otaxon 2020 yilda 900 ming so'm pensiya olgan. 2024 yilda 1 million 500 ming atrofida olayotganini aytdi. Hisoblaymiz. 900 ming so'mni 7.4 ga ko'paytirsak, taxminan 1 million 6 ming so'm chiqadi. Demak, taxminiy farq 1 ming so'm atrofida. Bu darhol xato degani emas. Chunki ayrim to'lovlar tarkibi boshqacha bo'lishi mumkin. Ushlab qolish bo'lishi mumkin yoki boshlang'ich summa noto'g'ri eslangan bo'lishi mumkin. Lekin tekshirish uchun asos bor. Bunday odam pensiya jamg'armasidan to'lov tarkibini so'rashi kerak. Yana bir misol. Bir onaxon meniki kam oshdi deydi. Tekshirilsa, u 2020 yilda 6 ming olgan, hozir 1 million 200 ming olmoqda. 600 mingni 27,4 ga ko'paytirsak, 1 million 90 ming so'm chiqadi. Demak, uning hozirgi summasiz umumiy indeksatsiya hisobidan ham biroz yuqoriroq bo'lishi mumkin. Bunday holatda xavotirga asos kamroq. Lekin baribir tarkibni bilish foydali. Xulosa shuki, 2020-2024 yillarda pensiyalar bir necha bosqichda oshdi va oddiy hisobda 1 million so'm pensiya taxminan 1 million 7,4 ming so'm darajasiga yetishi mumkin. Bu g'arib 78% nominal o'sish degani. Lekin har bir odamda real summa, uning boshlang'ich pensiyasi, staji, ish haqi, ustamalari, nafaqa turi, qayta hisoblashlari va ushlab qolishlariga bog'liq. Eng muhim maslahat. Faqat pensiya oshdi degan xabarga ishonib qolmang. O'zingizning hisobingizni tekshiring. Boshlang'ich summani toping. Hozirgi asosiy pensiyani aniqlang. Hujjatlaringizni tartibga soling. Kerak bo'lsa arxivdan ma'lumot oling va pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Agar sizda ham 2020 yildan 2024 yilgacha pensiyangiz qancha oshgani bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda eski summangizni va hozirgi summangizni yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bilimsizlik ko'pincha pul yo'qotishga olib keladi.